Turkiya xavflimi? Yo'q. Mafiyalar Qanday yuradim ko'chada. O'zbek tilini qotil. Bunday yaqinlashtiraymi? Ko'ryapman. Shamol. Faxrlanmayapman, nima qilmoq qilyapman. Assalomu alaykum hammaga. Arkadaşlar yaxshimisizlar? Bugun Turkiya burslari haqida gaplashamiz va nihoyat o'zim haqida video qilishga qaror qildim va bu meni o'rtog'im Xulqara Otajonova. Ikkalamiz ham Turkiya burslarini yutib, hozirda Bursuluda universitetida o'qiyapmiz. Va bugungi videoda sizlardan nimalar kutadi? Birinchi bo'lib o'zimiz haqimizda, so'ngra Turkiya burslariga qanday qilib topshirish, nimaligi haqida, undan keyin bizga berilgan eng ko'p berilgan savollar haqida va oxirida bizga berilgan eng qiziqarli savollar haqida gaplashamiz. Qani boshlaylik. Unda men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Oysha, familiyam Muxtorjonova, 18 yoshdaman va Andijonliman. Hozirda Bursuluda universitetida o'qiyman va hozirda turkcha o'rganyapman. Fakultetim bo'lsa o'quvchi öğretmenliği, ya'ni maktabgacha ta'lim. Keyingi yilda xudo xolasa boshlaymiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Aytib o'tgandek, men ismim Xulqara, Xorazmdaman. Turkiya burslari grant dasturini sohibasi bo'lib, bu yil Bursuluda universitetini Tomer bo'limida turkcha o'rganyapman. Turkiya burslariga bizni maktabimizda Turkiyadan kelgan o'qituvchi bor edi. O'shalarning yordamida topshirganman. O'shalardan o'rganganman bu dastur haqida. O'zi oldin Amerika universitetlariga topshirishni reja qilib portfolio tayyorlayotgan edim, lekin ularga biroz kech qolganman. Keyin Turkiya burslari haqida o'rganib, Turkiya burslariga topshirganman, o'xshagan va keldim. Turkiya burslari haqida o'zi birinchi aytadigan bo'lsak. Tak, men sizga savol beraman. Turkiya burslari o'zi nima? Turkiya burslari bu bir qancha davlatdan kelgan o'quvchilarni Turkiyaning nufuzli universitetlarida oliy ta'limning har bosqichini, oliy ta'lim va undan yuqori ta'lim bosqichlarini olish uchun to'liq qoplanadigan grant dasturi. U sizni universitet uchun pulingizdan tortib to uy-joy bilan ham ta'minlaydi, turar joy bilan. Ammo bakalavr talabalar uchun hamma narsa to'liq qoplanadi. Magistr va doktorantura, aspirantura yo'nalishiga topshirgan o'quvchilar uchun uyda turishlariga yordam puli beriladi, to'liq qoplanmasa ham. To'g'ri. Va bu dastur uchun siz bakalavr, magistr, doktoranturaga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni yosh chegaralari bor, to'g'ri, lekin bemalol shu bosqichlarda o'qisangiz bo'ladi. Grant dasturiga topshirib o'qisangiz bo'ladi. Va bizda nimalar qoplanadi? Yotoqxona qoplanadi. Yotoqxona qoplanadi. Aytganidek, bakalavrlar uchun 4 yil davomida yoki Tomer o'qiydigan bo'lsangiz 5 yil yoki magistr meditsina o'qiydigan bo'lsangiz, shu o'qishingiz tugaguncha yotoqxona qoplanadi. Ha. Lekin qolgan bosqichlar, ya'ni magistr va PhD uchun yordam puli beriladi. Birinchi yil yotoqxona turiladi, undan so'ng yordam puli beriladi. Bundan tashqari har oyda stipendiya beriladi. Oldin 4500 edi, hozir qancha bo'lib qoldi? 6500 bo'ldi. 2 million atrofida. Ha, 2 million. 2 million o'zbek so'mi. 2 million so'm bo'ldi. Va shu mart oyidan boshlab 6 million, 6 million qancha? 6500 TL beriladi. Ha, shamol rosa bo'lyapti, bizni ham makillatyapti. Xo'sh, keyin endi qaranglar. Bizga eng ko'p beriladigan savollarga o'tamiz. Tamam. Men hozir savollardan bitta aytib beraman. Siz o'sha savollarga o'zingiz ham javob berasiz, men ham o'zim komment qo'shib ketaman. Tamam. Birinchisi, hamma qizlarda ayniqsa bo'ladigan savol, Turkiya xavflimi? Yo'q. Ya'ni aslida hamma joyda xavf bo'ladi. Va menga bu savolni berishgan Turkiyaga kelishimdan oldin, Turkiyada bunday voqealar bo'lyapti-ku. Mafiyalar yuradim ko'chada. Qanday ketyapsan deyishgan, ota-onamga ham yubormanglar degan gaplar bo'lgan. Lekin men o'sha payti tushuntirib berishga harakat qilganman. Shunday tarzda uni hamma bilan ham bo'lishni xohlardim. Bizga Turkiya chet el davlat bo'lgani bilan u yer millionlab qizlarga vatan. To'g'ri. Millionlab qizlar yashaydigan joy u yer ham. Ya'ni albatta xavfsiz joylar ham bo'lishi mumkin va xavfli joy. xavfli taraflari ham yo'q emas, ya'ni 100% xavfsiz demoqchi emasman, lekin hech qayer ham 100% xavfsiz emas. Tushunishni shunday tushuninglarki, bu yer ham qizlarni vatani, qizlar necha yillardir yashab kelayotgan joy. Ya'ni misol uchun o'zimiz O'zbekistonda ham ba'zi hududlar kechki payt misol uchun xavfli bo'lishi mumkin, qizlar yurish uchun. Boshqa payt, misol uchun kunduzi yoki boshqa payt o'qib yurish uchun xavfsiz bo'ladi. Va bunaqa joy hamma joyda bor.
va Turkiyani ko'p joyi xavfsiz. Ayniqsa biz o'qiydigan Bursa shahri eng xavfsiz shaharlardan, yirik shaharlardan biri hisoblanadi. Va bu yerda misol uchun o'zimiz kechki payt bir 11larda yurgan paytimizda ham hech kim birov kelib bizga erkaklar kelib, qilib, mito gapirib, boshqa narsalar qilmagan misol uchun. O'zimiz hali yashayotgan odam sifatida aytsak, 11 gacha yurgan paytimizda ham hech kim gapirmagan bizga. To'g'ri. Xo'p, keyingi savol ko'proq qizlarda bo'ladi bu. Ko'proq qizlar beradigan savol. Ota-onangiz qanaqa ruxsat bergan? Qanaqa qilib bu yerga misol uchun aytishyapti, Turkiyada o'qish unaqa, mashg'ulotlar yuradi, unaqa. Ota-onangiz qanday ruxsat bergan? Shuni ayting. O'zimni ota-onam o'sha kichkina paytimdan chet elda o'qish fikri bilan nima desam, ulg'aytirgan va chet elda o'qishimdan kichkina paytimdan qo'llab-quvvatlashgan. Shuning uchun ota-onamni qarshilik bo'lmagan menga nisbatan. Lekin o'zi qarshilik bo'lmagani ham yaxshi, chunki menimcha biz O'zbekiston rivojlanishi uchun kelajakda bizdan ko'ra, misol uchun Turkiyani mustaqil bo'lganiga 103 yil bo'ldimi? Biznikiga 34 yil bo'ldi. Turkiya bizdan oldinroq rivojlangani uchun ayrim sohalarda bizdan ancha oldinda va bunday oldinda bo'lgan davlatlar bizdan ko'proq rivojlangan davlatlardan ularni ta'lim sistemalarini va işte boshdan aytay. Bizdan ayrim sohalarda ko'proq rivojlangan Turkiya, shuning uchun ham va nafaqat Turkiya, boshqa davlatlarga ham chiqib ko'rish va tahlil qilish kerak deb o'ylayman. Ularning metodlarini o'zimizga olib kirib, o'zimizni rivojlantirish yaxshilarini. Evet. Evet. Yani bu yerda kelib olib o'zbeklar endi g'iybat qilamiz ozgina. Shu yerdagi yashaydigan o'zbeklar ozgina turkcha qo'shirsa, turkcha gapirishadi. O'zbekcha gapirsa nima bo'ladi? Bu yerda turklarda turkcha gapirsin, o'zbeklarda oldi o'zbekcha gapirsa bo'ladi-yu deb g'iybat qilyapsiz. Yo'q, o'zingizni ona tilingizda gapirmaydigan odamlar atrofingizda bo'lgandan keyin ona tilingizda gapirish ishtiyoqi juda baland bo'ladi. Va yonimizda boshqa o'zbeklarning bo'lishi, o'zbek tilida bemalol gaplashib, bir-birimizni tushuna oladigan odamlarning bo'lishi bu Alloh tomonidan berilgan ne'mat deb hisoblayman va undan foydalanmaslik isrof men uchun. Shuning uchun o'zbekcha gaplashish tarafdoriman. Ham bu yerda, misol uchun, metroda aytaylik, O'zbekistonda metrolarda hali yurganingizda keyingi bekat Paxtakor degan anaqalarni sog'inasizda. To'g'ri. Ana televizorlarda o'zbekcha xabarlar berishni sog'inasizda. Keyin anaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, anaqa qilmaylar, iltimos, negativ bildirmayman. Keyin bu yerda u o'zbekcha narsani eshitsangiz, vau! Hali qanaqadir uyim, she'rxom degan vibe beradi. Rostdan. Va o'zi biz turkiy millatlardan bo'lganimiz uchun Turkiyada o'zbek talabalari ancha samimiyatlar, mehrlar qabul qilinadi. Misol uchun ko'chada ko'zlarimiz bunday tortiqroq bo'lgani uchun biz turk emasligimizni bilishadi, mahalliy emasligimizni va qayerdan sizlar deb so'raydi. O'zbekmiz, O'zbekistondanmiz desak, "Kardishim" deb quchib, xolalarni, buvilarni bizga shafqat bilan, mehr bilan, muhabbat bilan yondashuvi va insonni juda xursand qiladi. Bizda bitta, ya'ni begonadek his qilmaysizlar. Anaqa narsa bo'lgan. Bog' ishga kelganmiz. Birinchi kuni mana shu Ulug'to'ymarga kelishimiz kerak bo'lgan, hujjatlarimizni topshirishimiz kerak bo'lgan. Birinchi kuni yomg'ir shunaqa yog'yapti. Videolari bor, videolarni qo'shib qo'yaman. Ikkalamiz, men turk tilini vajiy bilmayman. Umuman A1 darajada ham bilmayman. Ozgina tushunaman, lekin bilmayman. Ketyapmiz. Oyoq kiyim olishim kerak. O'sha kuni yozgi oyoq kiyimimni kiyib chiqqan bo'lgan, yozgi krossovka bo'lgan. Oyog'im qolib keyin oyoq kiyim olishim kerak-da, ko'chada ketyapmiz. Universitetdamiz endi. Qayerga nima qilishni bilmaymiz, metro qayerdaligini bilmaymiz. Telefonimizda sim kartasi yo'q, megabayt yo'q, Wi-Fi yo'q, hech nima yo'q xullas. Ikkalamiz ketyapmiz. Qizlardan so'raganmiz, misol uchun oyoq kiyim olsa bo'ladigan qayerda? Biz odatda mol deb gapiramiz, to'g'rimi? Hali sotadigan narsalarni mol deb gapiramiz. Bular mol deb gapirmasgan turk tilida. AVM deb gapirishar ekan va biz mol deb so'raganmiz. Hech kim tushunmagan. Keyin nima bo'lgan? Aytgan, shu mana shu metroda mana shunaqa qilsangiz bo'ladi deb aytib bergan. Keyin u yerdan chiqqanmiz. Chiqqanimizdan keyin bitta xolani ko'rib qolganmiz. Xola emas, opa bo'lgan.
va o'sha paytda biz molga kirganimizdan keyin anaqa olishimiz kerak bo'lgan. Yostiqni g'iloflari, shularni nima deyiladi? Choyshab, yostiq, Choyshab g'iloflar, olishimiz shunaqa kerak. narsa olishimiz kerak. Ruschasiga простино подожди. Подожди, простыня olishimiz kerak bo'lgan. Keyin u opa kirganda, keyin bizni olib kirgan. Molga olib kirib, yuringlar deb aylantirib oyoq kiyim olganimizga ham yordamlashib ko'rgan. Keyin u yerga ham kirganmiz, keyin men qaraganmiz. 2,5 ming tili, 4 ming tili turibdi. 2,5 ming tili. Bizni scholarshipimiz yarisi edi. Grantimizni. $50. Biz u paytda normalniy pul bilan kelmaganmiz o'zi. U darajada pulimiz ko'p bo'lgan va $50 ga bizga простыня подание olish emas tuyulganda, xullas. Nima qilamiz buni olib deganmiz, lekin voy. Lekin oh my god. Yurtimiz keyin xullas molni butun aylantirib chiqqan, keyin uni biroz qimmat ko'rganimizni bilganidan keyin degan menga hadya qilishgandi shu choyshaflarni menga hadya qilishgandi. Xolasinglar shundan beraman, yurt degani yotoqxonalarni manzilini beringlar deb ashitga kechqurunga olib kelib ketgan va bizga bitta krossovka ham olib kelgan, yangi. Kiyim ham bor. Kiyim ham olib kelgan. Shularni sotib olib kelgan. Shunaqa mehrli insonga birinchi kundan duch kelganimizga rosa xursand bo'lganmiz. Juda xursand bo'lganmiz. O'rtoqlarimizga aytib berganimizda rosa hayron qolishgan. Ular qanday unaqa bo'ldi deb. Endi ham hali bizga berilgan bitta ne'mat bo'lgan va turkcha umuman bilmaganimiz uchun ozgina qiynalish bo'lgan. O'sha opani bizga yordami bilan ham o'zi moliyaviy tarafdan u darajada $50 ga unaqa olgimiz kelmagan. O'sha paytda bizga juda ham katta yaxshilik qilgan va juda ham xursand bo'lganmiz va birinchi haligi first impression bo'ladi-yu, birinchi taassurot o'sha opa bilan bog'lanib qolganmiz. Xo'p, qaysi savolga javob berdingiz hozir? Turkiyada kelganda xullas ota-onangiz qanday ruxsat berganda turklarni yaxshiligiga o'taman. Xo'p, keyingi savolimiz. Eng ko'p beriladigan savollarda edik. Shu bo'limda edik. Qayta turasiz. Yotoqxonada turaman. Yotoqxonamizda 2 mahal ovqat beriladi. Nonushta va kechki ovqat. Ovqatlari ham to'yimli va sog'lom ovqatlar, ya'ni sabzavotlar, mevalar bo'ladi. Endi ko'p o'quvchiga pishirilgandan keyin, ko'p o'quvchiga tayyorlangandan keyin ta'mi albatta restoran, kafelardagidek ajoyib bo'lmaydi, lekin shunda ham yomon emas. Va yesa bo'ladi, qorningiz to'yadi va medangiz bilan nima qilmaydi, nima edi? Ko'nglingiz aynimaydi yegandan keyin, hech merak etmang. Kelgan issiqlik, issiq suv, sovuq suv, hamma narsasi bor yotoqxonamizni. Masjid bor, kutubxona bor, dars qiladigan joylar bor, alohida kafeteriyasi ham bor, kafesi bor. U yerda o'zingiz, misol uchun, mikrovolnovka bor, u yerda narsa istab yoki televizor ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Undan tashqari xonamiz haqida gapiradigan bo'lsak, xonamizda 4 ta odam turmaydi-yu, 4 ta odamga aniq qilingan, joylashtirilgan. 3 tamiz biz. Lekin 3 ta odam turamiz, uchalamiz ham o'zbekmiz. Biz uchalamiz borganimizda uchalamizni bitta xonaga qo'yishgan va shundan beri o'sha xonada birga turamiz. Xonamizda o'zimizga shaxsiy shkafimiz, kitob javonimiz, tortmachalarimiz bor. Keyin konditsionerlar bor. Холодильник. Холодильник. Muzlatgich. Ham isitadigan paravoylar bor. Keyin ham konditsioner bor, keyin muzlatgich, keyin bed. Yotoq ham, yotoq ham. Yerda yo'q-ku, o'ylab. Yo'q. Wow. Yerda yotmaysizlarmi deb savol berdim. Yo'q, yerda yotmaysiz. Juda ham ko'p berilgan savol. Stipendiyalar qancha va u bir oyga yetadimi? Shunga javob bering. Honestly, rostdan aldanib. Bu sizni biroz shaxsiyatingizga bog'liq. Misol uchun, nima deb bozor qilishni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz yetmaydi. Birinchi bo'lib siz yetadimi shuni ayting. Shu bozor qilishni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz yetmaydi, shaxsan bizga yetmaydi. Endi 6500 bo'lyapti, balkim hali $50 qo'shilyapti. Balkim endi yetib qoladi. Balkim endi yetib qolar, bilmaymiz yana. Lekin hozirgacha yetmagan, uydan olganmiz. Ota-onamizdan sog' bo'lsin. Va lekin bu hamma uchun yetmaydi degani emas. Misol uchun nimaga chiqim ketadi o'zi? Bittadan hisoblab chiqaylik-da va shunga o'zingizga qarab yetadimi, yetmaydimi shuni aytaylik. Bizning bitta o'rtog'imiz bor. O'rtog'imiz o'rtog'i, u ham Turkiya burslaridan kelgan, bu yil o'qiyapti va Ankarada turadi u. Ankarada o'qiydi, Ankarada turadi. Shu qiz
bursini, ya'ni scholarshipini, stipendiyasini o'ziga ham ishlatgan, to'plab uyidagilarga ham jo'natib, ya'ni dori olib ularga jo'natishga ham qurbayotgan o qizda. Shunaqa qizlar ham bor, ya'ni shunaqa o'quvchilar ham bor, balki bolalar ham bor, qayerdan bilasiz. Shunaqa o'quvchilar ham bor. Bu bizga yetmaydi. Va o'zi aslida bursda ba'zi alanlarda film nima aytmoqchisiz? Ba'zi sohalarda bursa qimmatroq. Misol uchun yo'l haqida bursaniki boshqa shaharlarga qaraganda qimmat. Qatdan bilasiz bormagansiz boshqa shaharga. Istanbuldan ko'ra arzon. Yo'q. Istanbuldan ko'ra arzon. Xullas eski shahar, Izmir o'shalardan qimmat deyishgan. Eski shahardan Chanakkaledan qimmat deyishgan. Lekin misol uchun Istanbulga borganimizda Istanbuldagi bizgadan ko'ra qimmat edi. Unaqa. Va bizda mana bunaqa narsa bor, orange belgi bor. Bursa karta orange belgisi xos to'xtalib ko'rishdi. Shungacha men nimani aytmoqchi bo'lib turdim, esimdan chiqarib yuborsiz. Ajab bo'pti. Xullas, lekin nima demoqchi edim? Hozir biz birinchi yilimiz bo'lgani uchun xarajatlar ko'proq chiqib turgan deb hisoblasak ham bo'ladi. O'rganishimiz kerak. Misol uchun yangi ovqatlar ko'p bo'lgani uchun Turkiya oshxonasidan tatib ko'rishga harakat qilyapmiz, sayohat qilyapmiz. Shuning uchun ko'proq ketyapti pul, lekin balki keyingi yildan unaqa bo'lmas. Keyingi faqat o'qiymiz. Ha, yo'q, sayohat ham qilamiz. Albatta, sayohat qilish kerak. Bu mana shu ID kartamiz bor bizda. Mendagi ham bor. Hammamizda bor. Bu yilgi shunaqa dizaynda. O'zi normal ID karta bilan nima farqli? Bursa kart bilan? Bursa kart nima o'zi? Bursa kart bu transport uchun ishlaydigan narsa. Bu normal avtobus, metro, hamma narsa uchun ishlaydi. Biz anaqadan oldin buni olishimizdan avval buni olganmiz va bu 200 TL shunaqa bo'lgan. Buni ham qanchadirga olganmiz, lekin bu arzonroq. Ya'ni bu o'rinchi, ya'ni biz studentlik bursa talabalarga moslashgan bo'ladi. Normalda anaqada avtobuslarda 38 TL 45 TL hozir. 45 TL bo'ladigan bo'lsa, bu bilan 8 TL olinadi. Shu. Ya'ni 4 barobar arzon. Metro 15 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bizniki 4 ming so'm boradi. Metro avtobuslarga ishlaydi bu. Va lekin boshqa viloyatlarda ishlamaydi. Chunki Istanbulga borganingizdan keyin Istanbul kart olishingiz kerak. Chunki bu Bursaray tarafida ishlab chiqarilgan. Bursaray bu Bursadagi shu transport vositalarini ishlab chiqaruvchi va yurituvchi korxona tashkilot. Xo'sh, endi nimalarga o'zi xarajat qilamiz deydigan bo'lsanglar, birinchi bo'lib biz kelganimizdan keyin nima olganmiz? Ovqat odatda olmaymiz. Chunki ertalab ham obedda universitetda qilamiz. Kechki payt ham o'zi bo'ladi. Va obed qilmoqchi bo'lsangiz, universitetda lunch bor. U 35 TL bo'ladi. O'zimizniki 15 ming. 10 ming bo'ladi. Xo'sh, 10 mingga ovqatlansangiz bo'ladi. Endi eng minimum aytib beraman sizlarga. Maksimum endi ketaveradi, ya'ni. Shunaqa qiladigan bo'lsangiz, zavtr breakfast nima deyiladi o'zbekcha? Nonushta bilan kechki ovqatni yurtda yeb, yotoqxonada yeb, o'rtadagini universitetda yeydigan bo'lsanglar 35 TL. Yo'l kiralar bizga 8 TL dan, deylik 10 TL dan degan bo'lsak ham, borishimiz, kelishimiz 10 TL, 20 TL bo'ladi. 20 TL ga plus 35 TL qo'shamiz, 55 TL. Transportga ketyapti, ovqat uchun ketyapti. Endi bizni nima narsalarimiz bor? Misol uchun, shotka bo'lishi mumkin, betimizni yuvgani qizlarda odatda bo'ladi, kremlar, shampun, tozalik shunaqa gigiyenani narsalari menimcha O'zbekistondagi bilan bir xil bo'lsa. Balkim biroz qimmatroq. Lekin uni misol uchun olganinglarda 1-2 oyga bemalol yetadi. Shampun ham, boshqa narsalar ham 1-2 oyga bemalol yetadi. Kiyimga keladigan bo'lsak, kiyim mana bunaqa bizda mollarga borsak, yaxshi mana Stradivarius, bir narsa Zara'lardan oladigan bo'lsanglar, shu o'zimizdagi bilan bir xil narxlari. Lekin bu yoqda bozorlar ham bor. Bozorlardagi eng kelgan shu o'zimiz sentrdagi ba'zi do'konlar bor, o'sha yerda arzonroq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Va u yerdagi narx, даже Toshkentdagi narxdan ko'ra arzonroqlarni ko'rganman men. Va hozir tanaffusga chiqishda orqadagilarni nima qilmanglar? Alashtirmanglar. Xo'sh, yana nima? Shularga ketadi-na? Pul yana keyin birinchi kelganimizda yotoqxonaga registratsiya qilish uchun rasmlar, bir nimalar ko'pilashimiz, nusxalashimiz, chiqartirishimiz kerak bo'lgan. Keyin ikomet, ya'ni bu yerda yashash uchun izn ID kartamizni olmoqchi bo'lganimizda ham unga ham qancha 800 TL pul ketgan, shularga pul ketadi dastlab.
lekin keyinchalik ular bo'lmaydi. Shunaqa. Boshda kelayotganinglarda birinchi oyda ko'p pul ishlatasizlar, shunga tayyor bo'lib kelinglar. Ha. Uydan pul olib kelinglar va Oyshaga yozinglar, yordam beramiz. Inshaalloh. Xo'p, birinchisi bu savolga demak javob berdik. Xullas kalam yetmaydi, lekin bizga yetmaydi, balkim sizlarga yetar. Ha, Ko'ramiz. Tak, bitdimi? yo'q. Davom edelim. Endi Soat necha eng bo'ldi qiziqarli ekan? savollar. Bilmayman. Endi Bular chiqqaniga ko'rinma. ha, mayli. Men kech qolaman jonim. Ozgina qoldi. Eng qiziqarli savollarga javob bersak. Tamam. Xo'p, endi Qiziq. ha, eng qiziqarli savollarga keldik va bu o'sha eng qiziqarli savollar. Birinchi bo'lib, 10-sinfdan topshirsak bo'ladi. Yo'q, topshirolmaysiz, chunki sizga diploma kerak bo'ladi, maktabingizni shahodatnoma so'rashadi. Menga ko'pchilik savol beradi shunaqa qilib. 10-sinfni bitirsam bo'ladi. Odamlar O'zbekistonda 10-sinfda universitetga kirsa O'zi o'qisalar to'xtanglar. bo'ladimi? O'zbekistonda 11 yillik majburiy ta'lim bor. Uni tashlab ketish qonunbuzarlik hisoblanadi. Ketaverasizlar ya'ni. Of course. Xo'sh, keyingi savolimiz. Kanikulda uylarga, birinchisi uyga ketsam bo'ladimi kanikulda? Ikkinchisi kanikulda uyga ketadigan bo'lsam, YTB to'laveradimi biletini? YTB sen YTB sizni 2 marta olib beradi biletingizni. Turkiyaga birinchi marta kelayotgan paytingiz va universitetdagi ta'limingizni tugatib, uyga eng oxirgi marta ketayotgan paytingizdagina. Keyin yozgi ta'tillarda uyga ketishni xohlasangiz, uni o'zingiz qoplashingiz kerak bo'ladi. YTB hech qanday tarzda uni qoplab bermaydi, lekin har oy baribir stipendiya berishda davom etadi. Misol uchun biz avgust va sentyabr oylarida xudo xohlasa O'zbekistonga qaytamiz bu yil va avgust-sentyabr oylarida baribir stipendiyamiz tushadi O'zbekistonda bo'lishimizga qaramasdan. Bu yerda go'sht yo'q, o'rtoqlar. Ya'ni go'sht kam. Unga tayyor turinglar. Tovuq go'sht ko'p-ku? Tovuq go'sht ko'p. Va o'zi biz ham tovuq go'shtga rosa o'rganib qoldik. Misol uchun oldin go'shtli doner yeyishni xohlardim, hozir Tovuqlik ham okeydi. Turk tilini o'rganaman desangiz, o'qituvchilar o'zbek tilida gapiradimi? Yo'q. O'zbek tilida tushuntiradimi turk tilini? Turk tilini o'zbek tilida o'rgatadimi? Yo'q, o'rtoqlar, chunki bu yerga faqat o'zbek o'quvchilar kelmaydi, butun dunyodan o'quvchilar keladi. Dunyoning barcha qit'alaridan o'quvchilar keladi va faqat YTB yutgan o'quvchi Turkiya burslari grantini yutib kelgan o'quvchilar emas, o'zi shaxsan turk tilini o'rganish uchun universitetda o'zi pul to'lab o'qish uchun kelgan o'quvchilar ham bor. Misol uchun biz to'merimizda Amerikadan, Koreyadan o'quvchilar bor. Albatta ularga o'zbekcha dars tushuntirib berish olmaydi va bu yerdagi o'qituvchilarimizning hammasi turk o'qituvchilar Va ko'pi PhD gacha boradi. Ha, PhD. Ha, doktoralarni qilishgan. Doktoralarni qilishgan, lekin ingliz tili bilishadi. Ko'pincha misol uchun qaysidir so'zni tushunmay qolgan paytimiz uning inglizchasini aytishadi. Lekin aslida misol uchun turk tilini bular turk tilida tushuntirib beradi. Ingliz tilini bilishi shart emas, chunki shunaqa tushunib olasiz. Ha. Lekin ingliz tilini bilsangiz plus bo'ladi, chunki bir-biriga tarjima qilib shunaqa qilish oson bo'ladi. Ha. Xo'p, biz bugungi vlogimiz tugadi. Xudo xolasa buni Instagramga ham chiqaramiz va bugun Xulqar otajonga rahmat aytib qolamiz. Xudo xolasa Instagramni ochishda kerak bu yaxshi qiz. Ay. Bo'pti. Bay bay. Bugun tayyorlanmasdan bo'ldi. Keyingi safarlarda professional bir şekilde yapacağız. Bay bay. Görüşürüz. Kurtkam ko'rsatmayın keling. Ne yakınlaştırıyor mu? Ko'ryapman. Shamoldan